Molxona, qo'yxona, to'yxona, mini futbol maydonlari, naveslarni qanday materiallardan qilishni bilmayapsizlarmi? Qanday material baquvvat ekan deb o'ylanib yurgan obunachilarimiz uchun andijonlik akalarimiz Farg'ona shahriga operator ko'rsatib o'tring. Mana shunday mol firmalari tomlarini chiroyli qilib berishgan ekan. Undan tashqari bu yerga qilishgan necha kvadrat edi aka? 1200 kvadrat. 1200 kvadrat joyda chiroyli qilib yopishib berishgan ekan. 15 yil tajribaga ega ustakalarimiz xudo xolasa ishonarli chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bittadan like bosib, padishka tursalaring, xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Bo'lmasa Alisher akamizdan ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Rahmat aka. Ishlar charchamay olyapsizmi aka? Rahmat, zo'r Allohga shukr. Yo'q oldinglarmi? Ha, rahmat. Aka, bo'lmasa bizni obunachilarimizga ham chiroyli qilib ma'lumotni beramiz. Ha, bu yer necha kvadrat bo'lgan dedik? Bu yer 1200 kvadrat joyimiz. Uzunlisiga 40 metr, eniga 30 metr joyimiz. Qurib bitkizdik. Kraska holatlari bilan. Kraska ham ichida bo'lgan. Kraskasi, tunika bonus bo'lgan, qotirib berish xizmati. Material ichida bo'lgan, elektrod, balyarka tosh, perchatkasigacha o'zimiz olamiz. Polni o'zlaringdan bo'lgan. O'zimiz olamiz. Tajriba necha yil dedik ekan, hozir yetib o'tdik. Xudo xolasa 14 yil, 15 yil. 14-15 yil tajriba bor. Albatta. Yana bitta narsa aka, bez ustun qilib necha metrgacha qilib beraveramiz? Bez ustun 30 metrgacha bez ustun qilib beramiz. 30 metrgacha qilib beraveramiz. 30 metrgacha bo'ladi. Tushunarli. Yana nimalar tomini yopib beramiz aka? Bu yerda hammasi ko'ryapsizlar. Ha, albatta. Bu katalogimiz aka. Xohlagan fasonida, xohlagan turida, xohlagan zdaniyasini tomini yopib beraveramiz. Mana ko'rayotganingizdek, bunisi mini stadionimiz. A firma qilib yasab berganmiz. Bular mana ko'rishingiz mumkin. Katta zdaniyalar. Mana bunimiz 24 metr joyimiz. Bular ham mini bu ham mini stadion bo'lgan, albatta. Mana ko'rganingizdek. Qisqasi, xohlagan kottej tomlarini, tom qismlarini 10 yil, 15 yildan shu mana shu sohadasiz. Albatta. Xudo xolasa chiroyli qilib xalqqa xizmat qilib kelyapsiz. Albatta, xudo xolasa. Tushunarli. Aka, bu qanday materiallardan ishlatilgan? Ko'rib turganingiz, konteyner materiali. Biz aslini konteyner materialdan ishlaymiz faqat. Faqat konteyner materialdan. Konteyner materialdan ishlaymiz. Ko'rib turganingiz mana 30 metr uzunasiga aka. 30 metr uzunasiga. 30 metr uzunasiga. Eniga 30 metr, uzunasi 40 metr joy. 40 metr. 40 metr joyimiz. Tushunarli. Qurib chiroyli qilib bitkizdik. Chiroyli qilib qancha bo'ldi buni bitganiga? Bitganiga 4 oy. 3 oy yo 4 oy bo'ldi. 3 oy 4 oy bo'ldi, ha? Albatta. Tushunarli. Hop, bu yoqda ham ko'rsatib ketdik. Firmani tomlarini ham o'zingiz qilganmisiz? Mana shular ko'rib turganlaringiz mol firmalar, ikkita zdaniya. Naryoqda bittasi bor, 3 ta zdaniya bor. Xudo xolasa. Mana bu zdaniyamiz mol boqsa ham bo'laveradi. Buni manaqa garaj hisobida qildik. Yemxona qilsa ham bo'laveradi. Traktorlar, texnikalarni olib kirib qo'ysa ham bo'laveradi. Skalat ekanda bu. Skalat hisobida qilib berganmiz. Tushunarli. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga xizmat ko'rsatib oramizmi? 12 ta viloyatiga xudo xolasa xizmat qilib beramiz. Qo'shni davlatlargacha aka? Tojikiston, Qirg'iziston qilib beraveramiz. Telefon qilishadi, Qozog'istonga ham o'tib qilib beryapmiz. Yaqinda Olmaotaga o'tib qilib berdik. Tushunarli. Aka, bu ishlarni qilishda uy egasidan nima talab qilinadi? Uy egasidan shu boramiz, aloqaga chiqadi, bizga kelishiladi. Boramiz aka, misol Samarqanddan, Toshkentdan telefon bo'lib qolishi mumkin. Dogovor qilamiz uy egasi bilan. Hamma metal mahsulotlarimizni o'zimiz olib boramiz. Ular uy egalari bizga to'k bilan, yotoq joyi bilan, shu oziq-ovqat bilan, pitaniya bilan ta'minlab bersa bo'ldi. O'zimiz qolgan perchatkasigacha o'zimiz olib boramiz aka. Qo'lni o'zlaringdan bo'ladi. O'zimizdan bo'ladi. Tushunarli. Mana ko'rishingiz mumkin aka, mana bunaqa kelavering. Aka, yana bitta narsa, buni materialni kattaroq qilsa ham bo'ladimi? Baquvvatroq qilib? Xudo xolasa, baquvvat, lekin bundan ham baquvvat. Klientimizni zakasiga qarab qilib beraveramiz. Bundan ham baquvvat qilib beramiz, kelaveradigan bo'lsa-da. Lekin bu baquvvatligiga xudo xolasa bemalol baquvvat. Mana firmani ko'ryapsiz aka, uzunligini. Matdan bu yog'i, butun bu yog'i 15 metrda. 15 metr. 15 metr joy.
Aha. Mana o nari ko'rib turganingiz 7 metr, u 30 metrning ichida emas, отдельный. Bu отдельный, Bu ha? отдельный. Mana ko'rib turganingiz 15 metr masofa. Aha. Shu yerga 20 ta odamni shunday ilib ko'ramiz. Bemalol ko'taraveradi. 20 ta odamimiz necha kilo bo'ladi? Misol 80 kilo odam bo'lsa 1 tonna 600 1 bo'ladi. tonna 600 bo'ladi. 1 tonna 600 yukni ko'tarmasa aka, bu ishni tashlaymiz biz. Xudo xolasa javob ishgan. Xudo xolasa javob. Tushunarli. Garantya beramiz. Ha, tushunarli. Ko'rib turibsizlar aka, oraliq masofasini 1.40, 1.30 dan tashlab berganmiz. Mhm. Bu zdaniyamizga 1.40 dan tashlab berganmiz. Mhm. Nari 7 metrligi ko'rib turganingiz 7 metrligi 1.30 dan tushgan. Tushunarli. Kraska xizmati, Aha. metal xizmati, metalni olib kelib beradi. O'zimiz olib kelib qilamiz. Tunugasini olib beradi, qotirib beramiz. Tunugasini bonus hisobida qotirib beramiz. Qarang, masalan, quruq joy bo'ladi, mana shu holatga keltirib berasiz. Quruq joyida o'zi bu ham. Aha. Lekin uyda egalari aka, aytib o'tishim kerak. Stokalari bor edi ekan, qo'ydirib berdi. Aha. Stokaning tepasiga 4 talik balka qilib berganmiz, xora. Mhm. 4 talik xora qilib berganmiz. Stoykalarni uyda egasi olib beradi. Yo'q, stokalari ham o'zimizdan bo'ladi. Bu akamizda bor edi ekan stoka o'zi Ha. aslida. Shuning uchun o'zimiz olib kelmadik, shuni ustiga qo'yib beraverdik. Ha. Ma'qul keldida uyda egasiga ham. Ha, bo'ldi, tushunarli aka. Xo'sh, aka, keyin narxlari qanday bo'lyapti? Narxiga keladigan bo'lsak, 170 ming so'mdan 250 ming so'mgacha. 170 ming so'mdan boshlanib, Albatta, keling 170 ming so'mligini misol ko'rsataman. Mhm. Nimasida farq qiladi aka shunda? Hop. Firmada farq qiladi aka. Aha. Joyiga qarab turib farq qiladi. Mana ko'ryapsiz aka, 7 metrli joyimiz. Aha. Faraz qilinadi. Ikki tomonda devori bor. Devori bor. Mana firmani o'zi tashlalyapti и tepasida reykasi ham qo'yilyapti. Shuni bizni hisobdan bo'ladigan bo'lsa, 170 ming so'mdan kvadratini qilib beramiz. Mana shu holatini. Mana shu holatini 170 ming so'mdan qilib beramiz. Aha. Endi ko'ryapsiz, firma holati tagi narvonli deyiladi buni. Ha. Tagi narvonli, masofasi ham uzun. Mhm. Bu joyimizni 200 ming so'mdan qilib berganmiz kvadratini. Aha. Nima uchun? Buni stokasini berdi. Aha. Arzonroq tushadi и o'rtada xori ham bor. O'rtada xorisi bor, shuning uchun arzonroq bo'ladi. 200 ming so'mdan. 250 ming so'mlik varianti o'rtada xorisi yo'q bo'ladi. Firmasi podyomicha balandroq bo'ladi. И stokalari o'zimizdan bo'ladi. 250 ming so'mdan 240 ming so'm, 230 ming so'mdan chiqadi. Shularimiz. Buni ichiga aka kraska xizmati ham kiradi. Tunika qotirib berishi ham kiradi. 250 mingni ichiga-da. Aha. Agar 200 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, tunika qotirishi, kraska xizmati kirmay qoladi. 10 ming so'm, 20 ming so'm evaziga shular kirib ketadi. Hamma narsasi ichiga kirib ketadi. Hamma narsasi ichiga kirib ketadi. Tushunarli. Mana shu narxlar aka O'zbekiston 12 viloyatiga bir xil bo'ladimi yo farq qiladimi? Xudo xolasa hamma viloyatga bir xilda qilib beramiz. Bir xilda qilib Bir xilda beramiz. qilib beramiz. Tushunarli. Xo'sh, eng kichkinasi necha kvadratdan boshlanib, necha kvadratga qilib beraveramiz? Endi aka uyda hammani sharoiti har xilda. Uyda tomini yoptirishi bor, kottej tomini yoptirishi bor. И kichkina zdaniyalar bor aka. Bo'lmasa katta zdaniyalar bo'lib qoladi. Bizga farqi yo'q. Farqi yo'q, qilib beraveramiz, ha? Qanday bo'lsa 100 kvadratmi, 70 kvadratmi boramiz. 10 ming kvadrat bo'ladimi, 1000 kvadrat bo'ladimi qilib beramiz. Mana bu ham ko'rib turganingizdek aka, bu yerdan bu yoqda 1200 kvadrat joy. Bular bilan bir 1400 kvadrat shunaqa atrofida chiqadi. 1400 kvadrat atrofida chiqadi. Qilib berganmiz. Tushunarli. Xo'sh, aka, qancha vaqtda bitdi mana shu joyimiz? Bu joyimiz aka 22 kun yo 24 kunda bitdi. 22 kun 24 kun atrofida bitdi, ha? Bitti. Tushunarli. Xo'sh, общий hisob qanchaga tayyor bo'lgan? Mana shu 1400 kvadrat dedikmi?
1400 kvadrat, yo'q, 1200 kvadrat joy bu tomonni. Aha. Bu tomonni hisoblaylik. Bu tomoni aka 1200 kvadrat joy bo'ladigan bo'lsa, Mhm. yo'l kira xizmati, temiri, kraska xizmati, tunika xizmati, ustalar puli, hamma narsa, elektrod, bolgarka tosh, perchatkasigacha aka o'zimizdan bo'lgan. Mhm. 260 million, 5 million chemtagi bitgan. Qancha bo'lgan? 260 million so'm. 260 million so'm. 260 million so'm hisoblasak bo'laveradi. Tushunarli. 260 million so'm qilishgan. Kvadratini 200 ming so'mdan qilib berganmiz shuni. Aha. Stoyka qo'llanadigan bo'lsa, qo'shiladi narxi. Stoyka qilinadigan bo'lsa, ko'ramiz holatiga borib 230 ming so'm chiqib qolishi ham mumkin. 240 ming so'm chiqib qolishi ham mumkin, 250 ming so'm chiqib qolishi ham mumkin. Eng kami stoyka qo'yiladigan bo'lsa 220 ming so'm shunaqa atrofida boshlanadi. Hozir biz joyini borib ko'ramiz aka. Stoykamiz o'zimizdan kaltaroq joy bo'ladigan bo'lsa 200 ming so'mdan ham chiqib qolishi mumkin. 200 ming so'mdan tushib qolishi mumkin. Bo'laveradi. Tushunarli. Xo'sh, adashmasam ma'lumot qolib ketmadi. Ustakamizning telefon raqamlarini ekranni pastiga qo'yib qo'yamiz. Aloqa chiqsalang, xudo xolasa ishonarli ustakalar bemalol qilib berishaveradi. Aka, bizning kanaldan chiqqanlar uchun skidkalarni qilib beramizmi? Eldorozdan deydigan bo'lsa aka, normal skidka bilan qilib beramiz. Normal skidkalarni qilib beramiz, ha? Xudo xolasa. O'zbekiston 12 ta viloyatiga mana shu narxlar bo'ladi. Biz bera olmagan ma'lumotni ustakamizning telefon raqamlari bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa kataloglari ham bor, tashlab berishadi. Xohlagan fasondagi tomlaringni qilishib berishaveradi. Aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamang. Rahmat. Akalar, qo'limizdan kelgancha ma'lumot berib o'tdik. O'sha aytib o'tilgandek, biz bera olmagan ma'lumotni mana shu joylarga telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilishib beradi. 15 yil tajribaga ega. Bu tomonlarda ham fonni o'zlari qilib berganmiz deb aytishmoqda. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilishib berishadi.